Umra narxlari arzonladimi? Chegirmalar bormi? Ramazon oyiga ham arzon narxlarda skidkali reyslar bo'ladimi deganlar. Assalomu alaykum. Centrum Holidays, Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan firma orqali mukammal umra qilishlikda siz aziz yurtdoshlarimizga taklif qilib qolamiz. Bizning litsenziyamiz, bizni turgan ofisimiz aynan mana shu joy. Bizda barchasi qonuniy, rasmiy hisob raqamga bank orqali to'lov qilib, 12 ta viloyatdan o'zlarining joylarini bron qilsalaring bo'ladi. Vodiy ahli ofisimizga tashrif buyurib, hisobchilarimizga to'lov qilsalaringdan bo'ladi. Bizda juda ham katta yangilik, Ramazon oyini narxlari sanalari aniq bo'ldi. Videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring ma'lumot beramiz. Videoda birinchi qismida standart sharoitimiz, ikkinchi qismida yanvar oyidagi komfort paketlarimiz to'g'risida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p. Endi standart paketimiz sharoitlari Madina Munavvarada 100 metrdan 400 metrgacha bo'lgan gasnitsa, Makka Mukarramada 1,5 kilometrdan 2 kilometr oralig'idagi gasnitsalarimizga joylashasizlar. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Yuqori yillik tajribaga ega bo'lgan malakali 50 boshlarimiz mukammal umra qilishlaringga yelkadosh bo'lishadi. Reyslarimizga to'g'ri kelishsa birga borib birga kelishadi. Mabodo to'g'ri kelmay qolsa, yo'lboshchilar borib 50 boshga topshiradi. Qaytayotganlarni yo'lboshchilar qaytarib o'zlari olib kelishadi inshaalloh. Va bizda ziyoratlar Madina Munavvarada 5 dan ortiq, Ravza-i Sharifga 100% tashrif inshaalloh. Makka Mukarramada 10 dan ortiq ziyoratlar hamda Qizil dengiz sayohat firma hisobidan qo'shib beriladi. 50 boshlarimizni xizmatidan ko'ngillaring to'q qilasizlar. Kerak bo'lsa Oysha onamizning masjidiga borib xato qilib qo'ymaylik deganlarga hammani yig'ib 5 riyoldan yo'l kirasini berishadi, umra badaliga olib borishadi. Bozorga borib qiynalmaylik yo'lga deganlarga bitta avtobus gaplashib 5 riyoldan yig'ib aqayam olib borib kelishyapti. Xudo xolasa 50 boshlarimizni xizmatidan ko'ngil to'q va inshaalloh bizda firma tomonidan uchib ketayotganlaringda bejiklarimiz albatta beriladi. Centrum Holidays yozuvi yozilgan sumkalarimiz, inshaalloh 5 xildan ortiq razmerdagi Centrum Holidays yozuvlari tushirilgan sumkalarimiz, kamzillarimiz beriladi. Aziz yurtdoshlar, xudo xolasa bekamko'z ota-onalaring qiynalmay mukammal umra qilishni istasalaring, aynan bizga ishonib topshirsalaring bo'ladi. Doktor xizmatlarimizdan ham muammo yo'q. Birinchi yordamni ko'rsatadigan doktorlarimiz kerak bo'lsa dorilari, zapas dorilari bilan sizlarga xizmat qilishadi. Doktorlarimizdan ham ko'ngillaringni to'q qilasizlar. Juda ham chiroyli sharoitlar siz aziz yurtdoshlarimizga, ota-onalaring uchun tashkillashtirilgan bo'ladi. Xo'p, endi standart paketimizni sanalari, narxlari bo'yicha sizlarga ma'lumot berib o'tamiz inshaalloh. Xo'p, endi ma'lumotga keladigan bo'lsak, xo'p, yanvar oyini standart paketlarimiz hamda Ramazon oyinigini tushuntirib beraman. 17 Farg'ona, Madina, 18 Namangan, Jidda 995 dollardan o'zlarining joylaring bron qilsalaring bo'ladi. 21 Farg'ona, Madina, 24 Farg'ona, Madina, 25 Farg'ona, Madina, 26 Namangan, Jidda, 31 Farg'ona, Madina. Bu reyslarimizning narxini 1025 dollardan qilib belgilaymiz. Inshaalloh endi standart paketimizda yana Ramazon oyiga Ramazon ro'zasini tutishga ulgurmaysizlar. Farg'ona Jidda yo'nalishidagi 3-fevraldagi reysimizning narxini xudo xolasa buni narxini 1075 dollardan qilib beramiz. 10-fevraldagi reysimiz bor. Inshaalloh ushbu reysimizning narxini kelinglar shular sizlarga chegirma qilib beray. Mana shu videomizni ko'rayotganlarga Ramazon oyining ro'zasini tutsam bo'ldi deganlarga 3-10-fevralga 1045 dollardan standart sharoitlarimizni sizlar uchun chegirma qilib beraman. Bundan tashqari 17-24 Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz amalga oshiriladi. Ramazon oyining ro'zasini inshaalloh bemalol 10 kundan ortiq tutib kelsalaring bo'ladi. Aynan ushbu reyslarimizni narxiga keladigan bo'lsa 1095 dollardan qilib belgilaymiz. Ramazon hayitini aynan ana shu joyda o'qiyman deganlarga 3-mart
10-mart xudo xolasa Farg'ona jiddiy yo'nalishdagi reyslarimiz bo'ladi. Ushbu reyslarimizni narxiga keladigan bo'lsak, $1300 qilib belgiladik. Siz aziz yurtdoshlarimiz uchun juda ham chiroyli sharoit, juda ham chiroyli narxlar. Hamma biladi, birinchi 10 kunlik, ikkinchi 10 kunlik, uchinchi 10 kunlik narxlar oshib boradi. Eng asosiysi narxiga qiziqib qo'ymanglar bu paytda, chunki ikki mahal ovqatlanadi, saharlik, iftorlik degan narsalar bor. Shu narsalarga hisobda olib berasizlar. O'shaning uchun ota-onalaringizni qiynab qo'ymanglar. Yaxshi, ishonchli, litsenziyali ofisi, sharoiti tayin bo'lgan firmadan jo'natishlarini tavsiya qilamiz. Bizga aloqa qilsalaring, gasnitsalaring, yeydigan ovqatlaring, 50 boshlarning xizmatigacha videolari bor. Shaxsan o'zim borib ko'rib kelganman. Inshaalloh Farg'ona jiddiy yo'nalishda bir juma Madina, bir juma Makkada komfort paketimiz yanvar oyiga bo'ladi. Madinada 100 metr, Makkada 1-1,5 kilometr oralig'idagi gasnitsaga tushasizlar, lekin buni yo'nalishi probkasiz, xotirjamlik uchun 5 mahal namozga ota-onalaring haramga qatnashsa bo'ladi. Avtobusdan muammo bo'lmaydi. Inshaalloh Madinada ham, Makkada ham 3 mahal milliy taomlar beriladi. Madinani o'zida 10 ga yaqin ziyoratlar, Makka mukarramada 10 dan ortiq ziyoratlar, Qizil dengiz ziyorat hamda Rojihiy masjidida kechki ziyofat ham taqdim etiladi. Ushbu komfort paketimizda 50 bosh hamrohligi 14 kun o'zi olib, o'zi olib borib, o'zi qaytarib olib keladi inshaalloh. O'z nomi bilan ota-onalaring uchun komfort sharoit tayyorlanadi. Ushbu reysimizni Farg'ona jiddiy yo'nalishdagi reysimizning narxini $1125 $1125 qilib beramiz. Endi Toshkent Madina yo'nalishida Toshkentdan ham xuddi shunaqangi komfort paketlarimiz bor. Inshaalloh ushbu komfort paketlarimiz 21-23ga Toshkent Madina yo'nalishida aloqaga chiqsalaring buni ham sharoitini tushuntirib beramiz. Inshaalloh buni narxini $1150 qilib beramiz. Buni gasnitsasi aniq 1 kilometrda bo'ladi. Madinada 100 metrda, ovqatlarida, 50 boshida, barcha hamma yo'g'ida farq bo'ladi. Endi hamma yo'q narxiga qarab ko'ngli ko'targanlar standart paketimiz ham standart plus desa ham bo'laveradi. Komfort paketimizni xohlaganlarga komfort paketimizdan ham sharoitlarimizni qilib beramiz. Hozirroq ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqinglar, to'liq ma'lumotga ega bo'linglar. O'zbekistonning 12 ta viloyatidan ko'rayotganmisiz, o'ylanmay telefon qiling, sizni joyingizni biron qilib beramiz inshaalloh. Onlayn bizda litsenziyali qonuniy firma orqali umra safarini amalga oshirasizlar va 5 kishidan ortiq bo'lib umra safariga bormoqchi bo'layotganlar aloqaga chiqinglar, chegirmalarni qilib beramiz. Videomizga like bosib, umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ushbu videomizni jo'natinglar. Xudo xolasa, keyingi videolarimizda ham albatta bizga aloqaga chiqib, o'zlaringiz joylaringizni biron qilish nasib qilsin. Sog' bo'linglar.